Qo'yaverib, suyultirishda ham o'rgatadi. Men o'zimda tekshiruvdim. 3 haftalik ekan, homilador o'ziga birdan 3 haftalik edi. Qagacha topshirgan ekan, menda burun chiqdi. Voyo, keyin Muhammad ibn akaga berib oldik. 0.5 bizdan past chiqdi. Mendan past chiqdi. Menga burun chiqdi. 3 haftalik ekan homilador ko'tarib 3 haftalik ekan homilador keyin Muhammad ibn akaga berib oldik. Endi u kasallik gapida, u kasallik gapida meni ikkita uzida dedi, 3 haftalik homilador deyapti dedi. Diyodiki banda bir chiqdi. Keyin men bu homiladorman deganiga meni ichim kirib bo'lib qoldi. Masalan, homiladorda 1 necha chiqishi kerak 3 haftalikda dedim-da, normativni ko'rib. Noto'g'ri ko'rdimligida Muhammad ibn tanisini zavzat ishlardi. Unga jo'natdik. Unda Ra'nopa ura dedi. Keyin u ko'rdida 0.1 chiqarib jo'natib yuboribdi. Keyin u o'zini og'zidan meni 3 ta uzida homilador dedi deyapti. Endi yana bitta savol. Uni homiladorligini bilsin, nimaga ginekolog jo'natdi deyapti. Yo siz aytgan gapingiz uchun jo'natgan hali. Aytyapsiz unga kechirib. Ha, yo'q, endi u ham misol uchun o'ylagan. Ginekolog o'ylaydi. Kichkina narsa ko'rinsa, homilami yoki o'zi zanos bo'lganmi? Shuning uchun aniq bilib olish kerak. Lekin u endi bundan ham chiqqanda homilador emas-a, u qiz. Yo'q, 5gacha. Ha, 1dan 3gacha. Hozir ko'ramiz. Birinchi sizlarni nimalik qo'yganinglarda hamma qo'yganingizni oddiy o'qitib ko'radi. To'g'ri chiqayotgan bo'lsa, demak to'g'ri bo'ladi. Keyin aslida kalibrovkaga o'tkazib oladi. Hozir 100 dan koniga qo'ydim hammasiga. Qagachaga. Sizlar nima qo'yasiz? Mo'ndan qo'yasiz, Eridan qo'yaman hammasiga. Oxirgisi yo'q. Qonniki bu. Etilyapti. Otga qondi. Ko'chining motorlar chiqaryapti. Filtrlar istir bitta narsada, to'g'rimi? Hozir istir boshqa narsa, filtr boshqa narsa deyapti. Filtrlarga keladi, to'g'rimi? Apparatga pul solishyapti, filtrlar toza suv chiqarib beryapti. Hozir shunaqa apparat bor ekan-ku. Shunda filtrlangan suv shunaqa endi. Mana sizga beringlar. yo'q. Mana shunda aqlli istir boshqa, filtr boshqa. Bo'lmasa filtrli olib kelaveringda. Ha. Ishonchli bo'l. Ashuna hozir ko'rsat. To'g'ri tortyapman. Mana tushmaydigandan beri. Yo'q, ko'zingizga ham hushyor qarang. Shunday salimdek yon to'lab olasiz o'zingiz. Buni aytinglar, shuni oq tushammi? Adashimizga chalg'im eshitinsa qiling. Sizlarning so'zi o'zi bunday bo'ladida, uni ham izini bo'ladi. Ha, bo'ladi. Sizga hozir nasib bo'lsa 100 millilitr ketadi xolos. To'g'ri. Bu qaynab turib, taradan olinadi. Sizlarning aptekadan so'rab ko'ringchi. Yettiga nima qo'yapsizlar? Sizlar qayerdan olasizlar? Bizda bor, bilganimda olib kelamda shu 5 litr. Uni apparat o'zingizlar apparatlar bilan chiqarib olasizlarmi? Hozir zamonamiz ekan.
Qandolsizmi? kichkinasi bor. Kichkinasi bo'lsa kerak. Ana qashi naqa Nima qo'rqitdi? Ko'kaygan. Hozir quydi. To'g'ri. 25 ta 50 dan quydi. Ha, qo'ydim. Dozatr to'g'ri ekan uni bittasi. U bittasiga tushmaydi ekan. Nakanashni alishtirasizlar. Bizga ham Hozir garmonnikka qo'yaveraymi? Tataganiga? ha, oxiriga ikkalasini ham sepib mana shu ha. ayol kishini qo'yasiz. Hagachaga ham? Ha. Sizniki? Menga bo'lmaz. Nimami? Poyoqmi? Menda oldin bor ekan. Oldin. Ko'rinmagan mana tekshirtirdim. Yoki mana ekan bitta kasallikni qo'yay. Ko'zingizda ashini tortayotgan narsangiz chamalab olsangiz, to'g'rimi hali? Qonungiz to'g'ri ishlayotganini bilasiz. Men ham vrach laborantman. Biz biokimiya qo'yamiz. Biokimiyadaman deb poliklinikadaman. Ifaga o'qib keldim, bormadim. Qizga odam olib keldim, o'zi o'rgatib ketdi. Meni baqa kelib, bu bilan shug'ullangan vaqtim bo'lmadi. Poliklinikada ham 40 ta 50 ta kasal keladi biokimiyaga. Shuning uchun bu o'rganib olsa, kimga kerak o'rganib olaveraman deb bunga mohirni taniysizmi? Mohir bemor sanchasi yaxshi kelib o'rgatib ketdi. Abi biolog bilan vrach farqi bor ekanda mana. Bo'laverib berib yuboringlar dedida, men injig'iman. Qanday berib yuboramiz? Nimaga berib yuboramiz? Keyin endokrinologiyada gruppadoshim bor, Hikmatillo degan. Ashi unga men ana bu Yopishtiraymi? Mana. Skochini? Yo'q, Yopishtirmaymizmi? qo'yavering. Bir soatga termaslarga. keyin kasallikni jo'natsam, go'zal tattagi bilan manga to'g'ri kelmayapti. To'yishdi, to'y svobodniylari bog'liq ekan bir-biriga. Analiz noto'g'ri deyaveradi-da. Nimaga analiz noto'g'ri chiqadi deb diqqat bo'laveraman. Haligi tushmaydigan narsalar bor ekan, garman tattaga man o'zgardimi, tattaga albatta o'zgarish kerak deydi. Yo'q, ha. Tattaga o'zgardimi, o'zgarish kerak deydi. Bu yaxshi turmaydi deydi. Uning ko'zimga ta'sir qiladi deydi-da. O'zi hali o'zgarmaydigan qonun qoidalar bo'ladi, uni vrachlar biladi o'zi. To'g'ri. Endi nima kerak? Bormi? Ha, so'rayotganmiz. Qanday yuviladi? Qanday tozalanadi? Kim yuvadi? Kim tozalaydi? Xalolaysiz, keyin Gellab turib, men xalollab olaman. gelni chiqarib oling. Gel umumanlashtirib. Xalolaysiz, yana-chi? Qorsuv, bisillangan suvni chaqamiz shu. Ha, oxirida qara, mana oson yo'li. U oshcha nima kerak emas. Xlorga bitta yutasiz, yuvasiz, gellamaydi. Umuman gel qolib ketadi bu. O'zgartirib oladi. Bir marta, ikki marta xlorlaysiz, keyin oqar suvda bitta yuvasiz, oxirida ikki marta distillangan suvga chaqirasiz. Yaxshilab ishlar bo'ladi. Ayniqsa granullarni tugashamiz. 500 dan Bu nima kerak? Atatag bu. Hozir kalibrovka bo'lganmi, bo'lmaganmi? Yo'q, mana atatagimiz kechaga bo'lmadi kalibrovka. Bu qanaqa yomon chiqyaptimi? Bu antitipoin yulduzcha chiqdi. Yo'q, yulduzcha chiqish sababi yo'q bo'lsa yulduzcha chiqadi. Ha. 00 bo'lsa, 00 bo'lsa yulduzcha chiqadi. Bittasiniki 3.6 chiqdi, bitta kasalligi. Buni ham qo'ying kalibrovka. Yulduzcha nimadan chiqadi? Mana keltirilsa norma, misol uchun 5 dan 130 gacha deydi. Umuman yo'q bo'lsa, 0 ga teng bo'lsa, ixlagan 0 chiqadi. 00 bo'lsa bu 00 bera olmaydi, chunki normani 5 gacha keltirgan. Shu 5 dan past bo'lsa yulduzcha deb bo'ladi. Demak, nimadan past? Ha, normadan past umuman yo'q. U yulduzcha chiqishi odatiy hol ekanda, demak, shunaqami? Mohir aka o'rgatgancha Mohir akadan so'rab ko'rdim. Yulduzcha chiqyapsam, o'ta past bo'lsa ham yulduzcha chiqar dedi, baland bo'lsa ham yulduzcha chiqar dedi. Norma qilib beraverasiz dedi, bergan. Yo'q, norma bermaysiz. Ashnadikda norma. Yo'q, norma bermaysiz. Norma bermaysiz. Chunki boshqa bilan solishtirsa, nimaga bu boshqacha nima qiladi? Birdan past beradi yulduzcha chiqsa. 0.80 mi, 0.50 mi, 0.80. Ama antitipo jo'nataman, demasdan atataga bilan antitipo jo'nataman, anaqaga har doim 0.98. Har doim. Ko'rmaydimikan? Yo'q, ko'radi. Yulduzcha chiqsa qanday? Misol uchun Har biza doim bir xil keladi.
o'sha antitiplarni ham annotatsiyalarni ham ko'rganman. Tashqari bir kattalaymi? Saat 7dan nega shuni anaqa yaxshimi? Yengil tushuntirib qo'ying fani. Ko'ryapman kelib dedi. Mana sizlar ochdingiz-a? 7dan qo'yib 7dan Ikkita qo'ymaysiz. Hozir kalibr qo'ygandan keyin tegmasilar. Bir yo'q, yilgacha. kalibrovkaga kerak emas. Bir yilgacha. Qani o'ramiz kerak bo'lsa. 100 ga 50. 100 ga 50. 100 ga 50. Qagacha. Qisqasi 7dan 100 qo'yaman. Bitta qo'ymaysiz. Bemor nechta bo'lsa shuni qo'yasiz. Bitta kasal bo'lsa Bitta bo'lsa bitta qo'yasiz. 100 dan kamiga qo'yasiz, deyapti, 50 dan bitta qo'yasiz, deyapti. Ha, keyin qo'yib termasini 1 soatdan keyin olib 5 marta yuvib, suv qisqasi yuvib, qorong'ilikka 15 minutga qo'yasiz. 15 minutga qo'yib olib